Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilida inkor shakllarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, koreys tilimizda inkor shakli 4 ta asosiy boshlang'ichda o'rgatilgan 4 ta uslub bor. Shularning birinchisini ko'ramiz. Bizda bu ji anta degan shaklda ko'ramiz. Mana bunda yoziladi. Bu sifat bilan fe'llarga shunchaki qo'shiladi o'zagiga fe'l yoki sifatning va yakuniy qo'shimchani qo'shishimiz bilan biz yasab qo'yamiz. Kelinglar misollarda ko'ramiz. Kada bizda bormoq edi. Bormoqni moqini mana tushirib qoldirdik va bordi o'zi qoldi. Ji anta degan shaklda qo'shamiz va oxiridan yakuniy qo'shimchani qo'shamiz. Kaji anayo degan narsani tuzlab bo'ldik biz. Ya'ni bormoq degan narsadan bormayapman yoki ketmayapman degan tushunchani biz yasadik. Xo'p, keyingisi moqta. Moqta bu bizda yemoq degan narsa edi. Xuddi shunday bunda ham moqni olib tashlaymiz va ji antani qo'shamiz. Ji antani qo'shib oxirida yakuniy qo'shimcha va bizda nima hosil bo'ladi? Moqchi anayo degan shaklda biz yasaymiz shu bilan. Ya'ni yemayapman degan narsa bo'ldi. Buni yasalishi juda oson. Sifat bilan fe'llarga shunday qo'shiladi. Esla tursin, otlarga qo'shib qo'ymanglar. Bu shunchaki sifat bilan fe'lga qo'shiladi. Fe'lning o'zagi yoki sifatning o'zagiga qo'shiladi. Undan keyin inkor shakli keladi. Undan keyin yakuniy qo'shimchalar kelishi bilan biz so'zimizni inkor shakliga aylantirib olamiz. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, keyingisiga ketdik. Keyingimiz bizda ji malda degan grammatikamiz. Bu ham inkor shakllar turkumiga kiradi. Tarjimasi o'zbek tilida mang degan taqiq so'zlarda ko'proq ifoda qilinadi. Misol uchun bormang, qilmang, ko'rmang deydigan so'zlarimizni aytadigan bo'lsak, mana shu grammatikadan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Ko'raylik misollarda, misol kada. Boqini olib tashlaymiz, bu bormoq degani edi. Endi xuddi shunday ji malda ni qo'shamiz. Va esla tursin, mana bularni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Maldadagi mana bu dala xuddi tubi, ya'ni moq degan tushunchani bular ham o'zlarida olib keladi. Buni tushirib qoldirishimiz kerak bo'ladi. Shunda ji mal degan narsa qolyapti va yakuniy qo'shimchamiz ayo qo'shilyapti. Kaji marayo, bormang degan taqiqli so'zimiz yasalyapti. Undan keyingisi moqta. Bu nima edi? Yemoq degan so'zimiz edi. Moqini olib tashlaymiz. Undan keyin o'sha inkor shakli, ya'ni taqiq shaklini qo'shamiz va yakuniy qo'shimchani qo'shish bilan moqchi marayo degan so'zimizni qo'shdik. Bu nima bo'ldi? Yemang. Xo'p, shundan bilamizki, demak ji malda taqiqni beradi. Bu inkor shakllar turkumiga kiradi. Fe'l yoki bo'lmasa sifatning o'zagiga qo'shiladi bu ham va o'rtada kelib turib oxirida yakuniy qo'shimchani qo'shishimiz bilan biz fe'l va sifatlarimizni inkor shakl, ya'ni qilmang, taqiqli shaklga aylantirib olamiz. Xo'p, keyingisi. Keyingi inkor shakllarimiz bu an yoki bo'lmasa mod. Shu joyda juda ko'p o'quvchilar boshida adashishadi. Mana buni tarjimasi yo'q. Bu shunchaki fe'ldan yoki bo'lmasa sifatdan oldinga o'tadi-da va inkorni berib yuboradi shunchaki. Mana bu esa mod. Bu qila olmaslik degan narsani beradi. Mana shunda adashgan narsasi nimaki? Bu bilan buni bir xil deb tushunishadi o'quvchilar. O'z o'rnini qo'yib ketadi. Misol uchun yemayman. Mutlaq o'zidan inkor qilib yuborish holati bo'ladigan bo'lsa, mana buni qo'shamiz an. Ya'ni umuman yemayman, ammo go'yo. Umuman yemayman. Bolalar injiqlik qiladi. Ana shu paytda ammo go'yo deyshadi ular. Yoki mos, ya'ni mana mos shakli motmo go'yo deydigan bo'lsak, bu narsamiz yeya olmayman. Qandaydir sabablar yoki qandaydir bir omillar borki, shular ta'sirida qila olmaslik degan narsa bo'ladi. Misollarda ko'raylik. An qayo? Bormayman. Qandaydir bir narsa bo'ldiki, umuman borish xolamayapmiz. An mogoyo, boya aytganimda yemayman. Yoki bo'lmasa mod shakliga ko'ramiz. Mod qayo? Bolalar esda tursin, biz mana buni s deb o'tgan edik-a. Lekin bu joyda undan keyin hech narsa kelmayotganligini hisobiga biz mana bu s tovushini t deb talaffuz qilamiz. Mana bunda. Mana shu grammatikamizda. Buni o'zi qoidasi ham bor. Keyingi darslarda buni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu joyda biz t deb o'qiymiz. Mana bu sini mod qayo yoki bo'lmasa mod mogoyo, yemayman, yeyolmayman degan tushuncha bo'ladi.
Demak, shundan bilamizki, bu umuman inkor qilib yuboradi. Mana bu nimadir xohlagan, lekin vaziyat va o'sha omillar ta'sirida nimadir qila olmay qoldi. Ana shu paytida biz mod shaklini qo'yib turib, mana bu shakllarda bemalol fe'l va sifatlarimizni tuslab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bugungi grammatik o'tadigan qo'shimchalarimiz shulardan iborat. Endi uyga vazifa qismimiz. Uyga vazifamizda har doimgidek biz sizlarga so'z beramiz va shu so'zlarni inkor shakllarining boyagi 4 ta shakliga qo'yib turib, biz tuslab ko'ramiz uyda mustaqil. Xo'p. Birinchi so'zimiz ironada. Bu uyqudan uyg'onish, ya'ni oldidan uyqu degan so'z kelsa, uyg'onmoq degan narsa bo'ladi. Pallehada, bu kir yumoq. Yeyaqada, biron qilmoq, ya'ni biron narsani oldindan band qilib qo'yish. Palpeohada taqdimot qilmoq, nimanidir taqdimotini o'tkazish degan tushuncha bo'ladi. Kichimilhada yo'talmoq. Iyagihada suhbatlashmoq, hangoma qilmoq. Nikkida sezmoq, his qilmoq degan tushunchalar bo'ladi. Shiksahada tanovul qilmoq. Bolalar, biz mo'ktani o'rgandik, bu yemoq edi. Shiksahada hurmatli shaklda tanovul qilmoq degan tarjimani beradi. Shu shaklda adashmanglar. Xo'p, buni telefonlarimizga, daftarlarimizga yozib olamizda va uyda mashq qilib tuslab ko'ramiz. Yana darslarda ko'rishguncha, xayr.